Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, kabeshimiz ikkinchisi. Boyagi birinchisi edi, uni yig'ib cho'tka qilib yig'ib joyiga qo'yib berdik. Nexia 3 ham ko'rsatdim sizlarga. Mana bu turgan bachok Nexia 3 bachok. Kecha erib ketgan. Xo'sh, ikkinchi kabeshimiz qora kabesh bu. Kabesh ahvolini ko'ryapsizlarmi? Xuddi boyagiga o'xshab, bu ham xuddi shunaqa pulga o'xshab erib ketgan. Birinchi shahsini tepasini buni kamerada ko'rib, katalizator yaxshi deb jo'natishgan ekan. Endi biz buni yechib ishonch uchun ochib ko'rsatdik egasiga. O'rtasini ko'ryapsizlarmi, qanaqa erib ketganini? Mana katalizator qanaqa g'ijim bu. G'ish erib ketadi-yu, shunaqa erib ketadi, ko'ryapsizlarmi? Bu qora kabeshimiz katalizatori edi akalar. Olinmasdan aloqaga chiqib, подпискаlarga chiqmasin. Liboy mashinaga katalizatorlar topiladi. Ko'rib turing, katalizatorlaringiz Liboy mashinaga tushadi akalar. Merz, BMW, Gelik, Range Rover, o'zimizni Tahoe, Equinoxlar. Подписка, like, отметка qo'yinglar akalar bizga.